Moshenniklar uchun eng zo'r stil hozirgi zamonda hoji bo'lib olish bo'lgan. Dinimizda yolg'on, birovni haqqi, misol uchun birovga dilozorlik, umuman qoralangan narsalar eng katta gunohlardan hisoblanadi, lekin hozirgilar yumshoq supurgi bo'lib olib, hoji bo'lib olib, aldash bilan band bo'lib qolgan. Bu aldanib qolish kerak emas shunaqalarga. Shu ayollarga bo'lgan munosabatda ham bizani shu hoji akalarimiz, endi Qo'shtirnoq ichidagi hoji akalarimiz qanaqadir zolim odamga aylanib qolgan. Men o'zim musulmon bo'lib turib, o'zim cho'chiydigan bo'lib qolganman. Agar kimda kim menga bitta narsa olyotgandim, mana bo'lgan voqea. Qijomani bankasini olyotgandim, menga sotayotgan odam, aka biz Allohning uyini ko'rib kelgan odammiz. Bizda birinchi qo'lmiz, bizda eng arzon narx degan edi. Mashina o'zi meni cho'chitib, keyin tekshirganimda haqiqatda birinchi qo'l emasligi, yolg'on savdo qilayotganligini ko'rganman. Mana shunaqa qo'rquv meni o'zimda paydo bo'lib qolgan. Faqat men uchramagandirman bunaqa muammoga.